И bulamanga ertalabdan chiroyli rezultat test jo'natyaptilar. Конечно, вторая полоска не сильно яркая, hali задержка bo'lgani yo'q. Men nima demoqchiman? Bu yerda endometriy qatlamiga nihoyatda katta e'tibor berganmiz. Обязательно bu stimulyatsiyadan oldin biz PRP terapiyasini o'tkazganmiz. Вот что я хочу сказать. Вот то, что вы обычной пробиркада olib просто так plazmani haydab yuborganinglar, bu PRP terapiya emas qizlar. PRP terapiya haqida har doim juda ham ko'p gapiraman. Именно вот этот белок, buni свойствоsi, как он endometriga оседать qilib, spiralniy arteriyalari nihoyatda zo'r ishlashiga oziqlantirib berishiga yordam beradigan narsa hisoblanadi. Тем более organika o'zingizni organiический продукт o'zingizni organizmingizdan olingan qon переработанный просто hech qanaqa preparatlarsiz. Это же уникально, это чудо.